Hop, akalar hammaga salom. Bugungi akamizda bo'lgan ishi. Hop, zastonga tozalangan, оборот o'ynash muammosi bilan kelgan akamiz. Zastonga tozalangan, foyda bo'lmabdi. DMRV qo'yildi, o'zimiz qo'ydik buni. Aka kelganlardan keyin tozaladim deyishgan, lekin tozamas ekan. Buni ham tozalandi. DMRV deb o'yladik, DMRV qo'yib ko'rdik. Bundan ham chiqmadi. Dinam deb o'yladik. Zaratga ham berib ko'rdik baydan. Bundan ham chiqmadi. Оборотimiz 1000 ga chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi. Keyin qaraganimiz nima bo'ldi? Mana ko'chani datchigi bo'ladi bizda. Ko'chani datchigini ko'rganimizda -40, faqat -40 urayotgan ekan akamizda. Keyingi qilgan ishimiz nima bo'ldi? Keyingi qilgan ishimiz mana yerdan prozvonka qildik. Mana tepadan o'tgan bo'ladi, pastga tushib, bamperi tagidan chiqib, mana shu joydan o'tgan bo'ladi. Kasa orqali o'tib keladi mana shu yerdan. Hop, mana yerdan o'zining simini topib oldik, xudo xolasa. Bitta ko'k, bitta qora sim bo'lar ekan bunda. Havo rang, qora oq polosali bo'lar ekan. Shunisini hozir prozvonka qilgan jarayonimizda bizda havo rang simimiz, imенно signal simimiz bizda uzilgan ekan, qayergadir tegib qolgan ekan pritorsa. Endi xullas shuni olganimizcha bizdagi salkam 41 soat vaqtimiz ketdi, shu оборотimiz o'ynash to'xtamadi. Sababi ko'chani gradusi -40 bo'lib qolgan. Qilgan ishimiz baydan ham ko'rdik. Plus shitok pribordan ham ko'rdik mana. Ma'lumot uchun aytib ketamiz, sinash uchun qo'yib ko'rdik bayga. Shitok priborimizning orqasida 11-12 oyog'iga to'g'ri o'sha ko'chani gradusini pokazaniyasi mana shitok priborga keladi. Endi biz orqasidan 11-12 ga ham qo'yib ko'rdik. O'shanda ham -40 bo'yicha turavergani uchun keyin nima qildik? Bu tomonni ochishga qaror qildik. Motor tomonni ochganimizda keyin bildikki, shu signal simimiz bizda korotka zamakana bo'lib kelib qolgan ekan akamizda. Xullas, hozir zamakanasini yo'qotib joyiga qo'ydik. Xudo xolasa mana оборот o'ynashi ham yo'qoldi. Bitta zavat qilib qo'ygin boy bola. Xalos bo'lsa.